Ma'muriy sektor rahbari Faxriy qaror shaxsiy tarkib bayram tadbiri o'tkazishga tayyor. Faxriy qaror komandiri katta leytenant Orziqul G'ofurov. Erkin Serzarda zamonlar o'tdilar qator, o'tdilar yillaru oylar rang-barang. Moziydan bugunga yetmasdi ovoz, bo'lmaganda xalqim sening xotirang. Sen o'zing naqsh etding hayot qissasini, sen o'zing so'ng uni aylading bayon. Olis bobolarning bosgan har izin o'zing avlodlarga etding namoyon. Dilda xotirani iymondek saqlang, dilda bo'lsin ota-onaning yodi. Chechakday ko'karsin qalblar bog'ida olis ajdodlarning so'ngan hayoti. Unutmang, yashamay yigit yoshini, bo'sa mazasini bilolmay hatto necha erlar yerga qo'ydi boshini, jonini yurtiga qilgancha fido. Ularning yodini e'zozlab yashang, safda yurganlarni qadrlang mudom. Xotira maydoni lavhalarida bitilsin har bitta unutilgan nom. Motamsaro ona qoshiga boring, yashirmay ko'zlardan oqqan yoshingiz. Shahidlar yodini eslab bir lahza oyog'i ostiga qo'ying boshingiz. Zamonlar o'tajak quyun singari, necha yulduz so'nib tamom yetajak. Sening yoding borki yorug' kunlarga bizning ko'zlar ila boqar kelajak.